laboratoriyamizning mavzusi yorug'lik nurining turli muhitlarda sinishi va tasvirlarni hosil qilish. Endi bu laboratoriyamizni tajribada ko'ramiz. Endi bizga kerak bo'ladigan jihozlar qog'ozga chizilgan strelka, menzurka va idishimizda suv kerak bo'ladi. Ko'rib turganimizdek, strelka chap tomonga qarab turibdi. Shisha idishimizni qo'yib, uni ichiga suv solsak, strelka qarama-qarshisiga o'zgaradi. Yorug'lik nuri bir muhitdan ikkinchisiga o'tganda, masalan, havodan shishaga, shishadan suvga va yana suvdan shishaga, shishadan havoga o'tganda, u o'z yo'nalishini o'zgartiradi. Bunga sabab yorug'likning sinishi. Fizika yo'nalishi kelajakda tez kunlarda desak ham bo'ladi. Urganch shaharining bir nechta umumta'lim maktablariga 4+2 amaliyotiga chiqish uchun hozirdan mana shunday tajribalari bilan o'quvchilarni fizikaga qiziqtirish uchun tayyorgarliklar ko'rib qo'ymoqda. Bu laboratoriyalar hozirgi kunda respublikamizda o'qilayotgan barcha umumta'lim maktablarda fizika og'ir, qiyin fan bo'lgani uchun ham qiziqish birmuncha susayib qolgan. Shu qiziqishlarni yanada tiklab ko'tarish uchun bu tajribalarni talabalarimiz 4+2 amaliyotida o'zlariga berkitilgan sinflarda fizika darslarida qo'llash uchun tayyorgarliklar ko'rib, hozirdan shu narsalarni yig'ib, jamlab, tajribalarni YouTube kanallariga qo'yishni maqsad qilgan.